Nima o'tiribsan hali ham? Qani tez ko'taril. Ye, singlim, ke, xush kelibsan. Assalomu alaykum aka. Ha, keldik. Adam uydamili? Ke, asal jiyanim kelibdi-yu, meni o'zim. Yura qolinglar, kiringlar. Voy, meni ona qizim. Meni ko'rishga keldinglarmi? Ada, sog'liqlaringiz yaxshimi o'zi? Ancha bo'pti. Sizlarni ko'rmaganimga shunaqa sog'inib ketdim. Voy, hozir. Labbay adajonisi? Qattasan soat 6 bo'lyapti. Hali ham uyda emasmisan? Hop, 6 da deganingiz bilan 6 da bormayman. Kechroq olib ketarsiz o'zingiz. Tez uyga kel, meni ishlarim bor. Men ketolmay, yo'lga chiqib ketolmay. Ering 6da kelgin degudimi senga? Nima o'tiribsan hali ham? Qani tez ko'taril. Ko'taril. Ada, ne jahlingiz chiqyapti? Ada o'zi singlim bir oyda bir marta kelsa, 1-2 soat o'tirsin, o'zim olib borib tashlayman. Sen aralashma. Sen o'zingni xotiningga xo'jayinchilik qilasan. Ona qizim, sen ikki quloqingga ham quyib olgin. Agar meni rozi qilmoqchi bo'lsang, birinchi eringni rozi qilasan. Meni to'g'ri tushundingmi? Oila muqaddas. Hech qachon unutmagin. Qani ilohi omin. Barakamzani bersin. Allohu akbar. Bor, olib borib tasha tez.